سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamu alaykum qadri baland bo'lgan aziz yurtdoshlarim. Hurmatli otaxonlar, onaxonlar, kuzatuvchilarimiz. Allohning rahmati nozil bo'lib, yana sizlarni bir bor ma'naviy ziyorat qilish imkonini Alloh berdi. O'ziga hamd va sanolar bo'lsin. O'zingizlarga ma'lumki, yaqinda muborak Ramazon oyi, rahmat oyi, barakat oyi, jannat eshiklari ochiladigan, do'zax eshiklari yopiladigan, duolar qabul bo'ladigan muborak oyni kirib kelish munosabati bilan muborakbod qilgan edik. Xursand bo'lib muborakbod qilgan edik. Endi qalbimiz mahzun bo'lib, bu oyni oxirgi kuni mana bugun sanoli soatlardan keyin oxirgi iftorligimiz bo'ladi. Endi bir tomondan muborak oy, Qur'on oyi, barakat oyi, Ramazon oyi bilan xayrlashadigan daqiqalar, oxirgi iftorligimiz yaqinlashib turib, yuragimizni bir tomoni ezilib turgan bo'lsa ham, bir xursandchilik bo'ladiki, ertaga Alloh nasib etsa, tong otsa, butun islom olamiga ulug' bayram bo'lgan Eid Fitr Ramazon hayit namozini jamoat bilan ado etamiz. Islom olamiga hayit bayrami bo'lib o'tadi. Ushbu munosabat bilan hammanglarni, yurtimizdagi yurtdoshlarimizni, musofirda yurgan yurtdoshlarimizni, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Muftiy Hazrat nomlaridan, idoramizda xizmat qilib turgan barcha xodimlarimiz nomidan, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita rahbariyati xodimlari nomidan, hamda yurtimizda mehroblarda turib xalqimizni xizmatini qilayotgan imomlarimiz, barcha qorilarimiz, jumladan o'zimiz xizmat qilib turgan Kamoliddin Orif Buxoriy masjid jamiini barcha hay'at a'zolari, imomlari, xodimlari nomidan, shaxsan o'zim, oilamiz nomidan ertaga shukuhi sezilib turgan yurtimizga kirib keladigan Eid Fitr Ramazon hayiti munosabati bilan hammanglarni muborakbod qilamiz. Takror karrot hayit kunlarini ko'rishni Alloh hammamizga nasib etsin. Har bir kunimiz hayit kunlaridek xursandchilik bo'lishini Alloh nasib etsin. O'tgan muborak Ramazon oyi juda shukuhga to'la, fayz futuhga to'la bo'lib o'tdi. Oldin sanoli masjidlarimizda xatmi Qur'on marosimi bo'lgan bo'lsa, bu yil respublika miqyosida 1700 dan ortiq masjid jamiasida xatmi Qur'on bo'ldi. Bir paytlar mehroblarni fayzi bo'lib, dunyodan o'tib ketgan hofizi Qur'onlarni o'rniga farzandlarimiz, nabiralarimiz tengi qorilar kelib, mana mehroblarda chiroyli xatm qilib, insonlarning qalbini zangini to'kilishiga sabab bo'ldi. Muhtaram yurtboshimizni tashabbuslari bilan iftorlik dasturxonini yozdilar. Yurtimizdagi barcha e'tiborli ulamolar, mehnat faxriylari, otaxonlarimiz, onaxonlarimiz, kam ta'minlangan oila a'zolarini chaqirib, o'zlari birgalikda iftorlik qilib, xalqimiz bilan chiroyli bir tadbirni o'tkazdilar. Bu hammasi xursandchilik. Endi bitta iltimosimiz, ertaga mana hayit namoz, hayit kunlarini hayit qilamiz. Sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Madinai Munawvaraga hijrat qilganlarida karnay, surnay, nog'oralarning ovozini eshitgan ekanlar. Shunda so'ragan ekanlar, buni nima sababi bor? Shunda odamlar izoh berishdiki, Allohning rasuli bizda hali ham johiliyat davrini odatlari saqlanib qolgan. Ovimiz o'ngidan kelsa bayram qilamiz. Hosilni yig'ishtirsak bayram qilamiz. Biron bir xursandchilik bo'lsa bizni bayramlarimiz ko'p degan gapni gapirishdi.
Shunda Rasuli akram sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, endi bu johiliyat davrini, odatlarini, bayramlarni to'xtatinglar. Alloh rozi bo'ladigan haqiqiy bayramdan men sizlarga xabar beraymi deganlarida, bering yo Allohning rasuli dedilar. Shunda sizlarga, ya'ni musulmonlarga ikki xil chiroyli bir bayram bor. Bu bayramdan Alloh rozi bo'ladi. Eid-ul Fitr Ramazon hayiti va Eid-ul Asho Qurbon hayitini janob Rasulullohning o'zlari ta'kid qilgan ekanlar. Ana shu kunlarni biz bayram qilamiz. Bayramda albatta bir-birimizni muborakbod qilamiz. Sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hayit namozga chiqqan paytlari bir yo'ldan ketsalar, qaytayotganlarida boshqa bir yo'ldan qaytar ekanlar. Maqsad odamlarni ko'p uchratish, yo'lda ko'ringan jamoatni muborakbod qilib tabriklash, odamlarning qalbida xursandchilik paydo qiladigan yaxshi bir gaplarni gapirib muborakbod qilar ekanlar. Ertaga Eid-ul Fitr Ramazon hayiti, ya'ni namozini o'qiganimizdan keyin birinchi bo'lib qiladigan ishimiz ota-onalarimizni ziyorat qilamiz. O'tganlarni albatta eslaymiz, ularning haqqiga duo qilamiz. Lekin bitta iltimosimiz, musibatlarni yengillamanglar. Yangi bir musibat zada bo'lgan xonadonda, mayitlar chiqqan xonadonda ozgina bir musibat eskirgan bo'ladi. Endi bu yaralarimiz yetayotgan payti, ayni hayit namozga chiqadigan paytimiz. Ayrim o'sha musibat zada bo'lgan xonadonlardan yig'i ovozlarini eshityapmiz. Hayit kuni erta tongdan yig'i chiqarayotgan xonadonlar bor. Hayit namozdan qaytayotganimizda ko'chalarda 3 kunlab bel boylab, ya'ni o'sha musibat zada bo'lgan xonadonning eshigini tagida o'tirgan odamlarni ko'ramiz. Sizlardan iltimosimiz, bu bayram hayit bo'lganligi, xursandchilik bo'lganligi uchun bu hayitni nufuzini yerga tushirmasdan albatta marhumlarni duo qilamiz, qabristonlarda ularni ziyorat qilamiz. Lekin bunaqa musibatlarni yengilamasdan, yig'i-sig'ilarni qilmasdan, chiroyli suratda o'tganlarning haqqiga duo qilinsa maqsadga muvofiq. Hayit munosabati bilan g'arib g'urabo, faqir fuqarolarni ziyorat qilamiz. Farzandlarimizga hayitli berib, ularni muborakbod qilganimizda ko'ngli o'ksik bo'lgan, vaqtinchalik bo'lsa ham Allohning irodasi, taqdiri, taqozosi bilan otani, onani mehridan uzoqlashib, hukumatimiz chiroyli g'amxo'rlik bilan ularni ota-onasini yo'qligini bildirmasdan nazorat qilib, ularga qarab turgan bo'lsa ham, lekin shunaqangi maskanlarga borib bo'lsa ham shu bolalarimizni bir hayit bilan muborakbod qilsak, tabriklasak, ularning ko'ngillarida xursandchilik paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan chiroyli amallarni qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladigan amallardan bittasi bo'ladi. Yana bitta muammo, hayit arafasida bir gapni eshityapmizki, yangi bir qiz uzatgan xonadon, yangi bir qudalarning o'rtasida odamlardan qarz so'rab yurgan odamlarni eshityapmiz. Sababini so'raganlarda, men yaqinda qiz uzatganman. Ertaga hayit munosabati bilan qudalarni xonadoniga yo'qlov, tog'ora jo'natishimiz kerak ekan. Aynan qudalar shu narsani talab qilishdi, ta'kidlashdi. Onangizga borib ayting, shunaqa hayit yo'qlovlarni yuborishsin degan gaplar bo'pti. Bu narsalarni qilmanglar. Yoshlarimizni ro'zg'origa kerak bo'ladigan biron bir kamchilik bo'lsa, shu narsalar olib berilsa, bu maqsadga muvofiq. Lekin to'y qilib, qiynalib turgan ota-onalarni yana qiynab, 60 ta 70 ta tog'oralarni xonadonlarga kelishini talab qilish, endi muhtaram birodarlar, bu musulmonlarni fazilatli amallardan emas. Odamlarga mushkul bo'ladigan ish qilmaylik, bir-birimizni qiynamaylik. Xudo andalarning o'rtasida bir-birini o'rtasiga ixtilof, rahna soladigan ishlarni qilmasdan, chiroyli o'sha yoshlarimizni ro'zg'origa kerakli bo'lgan biron bir narsalar xarid qilinsa, olib berilsa, bu maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Endi so'zlarimizni muxtasar qilar ekanmiz. Yana bir bor hammanglarni hayit munosabati bilan muborakbod qilamiz. Har bitta o'tayotgan kunimiz hayit kunlaridek xursandchilik bo'lib o'tishini Alloh nasib etsin. O'tgan bu Ramazon bizdan, ummati Muhammaddan rozi bo'lib ketsin. Oxirgi Ramazon bo'lmasin, oxirgi tarovih namozlari bo'lmasin, oxirgi xatmi Qur'onlar bo'lmasin. Takror Ramazonning shukuhidan bahramand bo'lishni,
takror Allohning kalomi Qur'onga qalbimiz somi bo'lishini Alloh nasib etsin. Yana qayta hayit kunlarini ko'rib, uni shukuhidan bahramand bo'lib, hayitlarni chiroyli o'tkazishimizni Alloh nasib etsin. Bu hayitlar ham oxirgisi bo'lmasin. Hayit namozlarda duo qilganimizda bir narsani unutmaylik. Ramazon oylarida iftorliklarda to'kin sochin dasturxonlarning ustida iftorlik qildik. To'kin sochin dasturxonlarda saharlik qildik. Lekin biz shunday bir to'kin sochinlik bilan Ramazonni o'tkazgan paytimiz urush bo'layotgan mamlakatlar bor, qon to'kilgan mamlakatlar bor. Bir-biridan nonga zor bo'lib, yerdan uvoq terib yurgan yosh norasida go'daylarni ko'rganda yuraklarimiz ezildi. Duolaringlarda shularni ham eslanglar. Bularni ham oxi Allohga yetsin. O'sha yurtlarda urushlar to'xtasin. Yer yuzida qatta urush bo'layotgan bo'lsa, qatta qon to'kilayotgan bo'lsa, barham topsin. Urushlar to'xtasin. Fitna fasod qilaman, yomonlik qilaman degan insonlarning qalbini Alloh yaxshilikka moyil qilsin. Jumladan bizni yurtimizni ham aroziy, samoviy, baloyi ofatlaringdan o'zing omonda saqlagin. Millatimizni taraqqiyoti uchun, xalqimiz uchun xizmat qilib turgan arkoni davlat, yurtni boshda turgan yurtboshimiz, jami rahbarlarning faoliyatiga muvaffaqiyat, din islomga quvvat, musulmon bandalaringga omad bersin. Yana bir bor hammanglarga ulug' ayyom, hayit kunlari muborak bo'lsin. Uzoq yillar davomida hayitni shukuhidan bahramand bo'lishni Alloh hammamizga nasib etsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Subhanal hannanil mannan, Subhanal malikid dayyan, al-ma'ruf bil ihsan, wal mawsuf bil ghufran. الوداع يا شهر رمضان. الفراق يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن. هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران.